Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga. Mübariza, yani yakmiyak jang qilish haqida. Olimlar muborizning durustligiga birlik kelgan bo'lib, agar kofir muborizaga chaqirsa, chiqish mustahabdir. Ammo uni boshlash bo'lsa, mustahabmi emas, makruhmi emas. O'zining g'olib keldiganligiga ishongan kishining muborizaga chaqirishi yaxshidir. Ammo o'ziga ishonch qila olmaydigan ojiz kishining kofirlarni muborizaga chaqirishi makruhdir. Olimlarning kuchli qarashi bo'yicha amirning ruxsati yoki ruxsatsiz muborizaga tushish durustdir. İmam Malik rahimahullohdan jang maydonida ikki saf orasida turib, kim muborizaga tushidi degan kishi haqida so'ralganda, bu uning niyatiga qarata bo'ldi. Agar u bu orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa, uning ajriga erishishini umid qilaman degan. İmam Shafi'i muboriza cheklanmaydi degan. İbn Munzir mundaq deydi: İmamning ruxsati bilan muborizaga tushish yaxshi. Uning ruxsatisiz muborizaga tushgan kishiga ham gunoh bo'lmaydi. Hamda bu makruhmi emas. Chunki men buning cheklanganligi haqida biror dalilni ko'rib baxmadim. Jangda muborizaga tushish va muborizaga chaqirgan kishiga ijobat qilish bahodir azmatlarning tutgan yo'li. Jahiliyat davrida ham, islomda ham shijoatliklarning shuari va faxri bo'lib kelmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning davrida sahabeler uning buyrug'i bilan muborizaga tushadi. Shuningdek, xulafai roshidinlar davri va ulardan keyingi mezgillardami kishilar buni davomlashtirib kelgan. Biz ilgirki bayonlarimizda Bara ibn Malik radhiyallohu anhu ning yakmay qilgan jangida 100 mushrikni o'ltirganligini bayon qilgan edik. Ibn Issoq va boshqalar Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning Xandak g'azoti kuni Amir ibn Abduvud bilan muborizaga tushganligini bayon qilib mundaq deydi: Amir ibn Abduvud maydonga tushib, kim yakmiyak tushalaydi deb to'lashga boshladi. Temir savut kiygan Ali radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, men tushay" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "U degan Amir, sen o'ltir" dedi. Amir yana musulmonlarga, "Men bilan yakmiyak tushalaydigan erkak bormi? Qani, o'ltirilsak jannatga kiramiz deb da'vo qilatdinglar-ku" dedi. Ali radhiyallohu anhu, "Ey Allohning payg'ambari, uningga men tetay" degaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "O'ltir" dedi. Amir 3-chi qitim masxir qilib, "Tushish uchun yakmiyak, men chaqirdim nachirat. Quruqqanda boturlar turmoqdiman bahayvat. Jangdan burun otilnish bo'lgan menga xos odat, ajdodimdan mirosdir bu sexiylik shijoat" deb she'r o'qidi. Ali radhiyallohu anhu yana, "Ey Allohning payg'ambari, uningga men tetay" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "U degan Amir" degaydi. Ali radhiyallohu anhu, "Amir bo'lsa-mu mayli" dedi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga ruxsat berdi. Ali radhiyallohu anhu maydonga tushib, "Oldirmag'in, men keldim. So'zlaringga javoban. Farosatlik, aqlliq, sodiq, botur yigitman. Jinozangga to'planlar ojizalar ko'zinam, daston bo'lur tillarda boturlar hurmat bilan" deb she'r o'qidi. Amir, "Sen kim?" deb so'ravdi. Ali radhiyallohu anhu, "Men Ali ibn Abu Talib" dedi. Amir, "Ey qarinchimning o'g'li, tog'laringning ishidagi yishcho'nroqdan biri chiqsin. Men sening qiningni to'kishni xohlamayman" degaydi. Ali radhiyallohu anhu, "Alloh bilan qasamki, men sening qiningni to'kishni xohlayman" dedi. Amir qattiq g'azablandi va otdan tushib, o'tning sho'lisidek parqirab turgan qilichini sug'ardida Ali radhiyallohu anhu tarafga g'azab bilan mangdi. Ali radhiyallohu anhu qalqonni ko'tarib uningga ro'bro turdi. Amir bir qilich urg'aydi. Qilich qalqondan o'tib Ali radhiyallohu anhu ning beshiga tegib yerivatdi. Bu vaqtda Ali radhiyallohu anhu mu kelishtirib Amirning bo'yin tomirga chapqaydi. Amir yiqildi. Qiyoqas shuqonlar ko'tarildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam takbir ovozini anglab Ali radhiyallohu anhu ning Amirni o'ltirganligini bildi.
Amir ibn Abduvud Qurayshning sinoqliq palvonlaridan bo'lib o'ldirilganda 90 yoshga kirgan edi. Yarmuk jangida musulmonlar sepidan bir kishi chiqib, ikki saf orasida turib, Rumliqlarni muborazaga chaqirdi. Rumliqlar uningga badani to'gidek yo'g'on, temir savut kiygan birini chiqargan edi. Musulmon uni chepib o'ldirdi. Ondan u yana do'ilga chaqirdi. Ular o'zining bayroqlarini chiqargan edi. Musulmon uni bir chepib o'ldiribdi. Ondan yana do'ilga chaqirgan edi. Rumliqlarning ichi yetishib, shaytonga et, u sen bilan do'ilga tushsin, deyildi xolos. Kafirlar bilan muborazaga tushayotgan musulmonga boshqalarning yordam qilishi haqida olimlar har xil ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Ba'zilar buni cheklasa, yana ba'zilar buningga ruxsat qilgan. Imom Shafi'i va Imom Ahmad uningga ruxsat qilganlar qatoridan bo'lib, ular Badr jangida Quraysh bilan muborazaga tushgan sahobalarning bir-biriga yordam qilganligini dalil keltirdi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaq deydi: Utba ibn Rabi'a maydonga chiqib edi, o'g'li bilan qerindishimi uningga agishib bila chiqdi. U kim men bilan yekma-yek elishidi deb to'g'ildi. Ansorilardan bir qancha yigit yugurib chiqdi. U sizlar kim bo'lsizlar deb so'radi. Ular kimligini aytib bergan edi. U sizlar bilan urushishga hojatimiz yo'q. Biz bir navra tuqqanlarimiz bilan tushimiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Hamza, tur. Ey Ali, tur. Ey Ubayda ibn Haris, tur" deb buyurdi. Hamza Utba bilan ilishib uni o'ldirdi. Men Shayba bilan ilishib uni o'ldirdim. Ubayda bilan Valid ikkisi bir-biriga qilish urib ikkilisi yaralandi. Hamza ikkimiz birga hujum qilib Validni o'ldirib etib, Ubaydani ko'tarib maydondan chiqib ketdik. Kuchli qarash shuki, musulmon bilan kofir muborazaga tushganda boshqalarning yordam bermaslikni shart qilsa, shartga vafo qilish vojib bo'ldi. Agar kofir musulmonni o'ldirsa, boshqa musulmonlarning u kofirni o'ldirishi durust bo'ldi. Agar kofir muborazaga tushishni talab qilib maydonga chiqsa, uningga o'qya etib o'ldirib etish durust. Chunki mushrik uchun ahda va amonlik yo'qdir. Uni o'ldirish mubahdir.